Hayotingizdagi har qanday yomon hodisa ham bir yaxshi narsani sababi bo'lishi mumkin. Shunga ishonasizmi? 17 yil oldin 2 yil moliyadan yiqilganman va o'sha paytda o'qishdan juda ham ko'nglim sovib ketgan va kuking sohasiga qadam qo'ydim. Bunda yoshlarga Yevropa Uyg'ur carving pishiriqlarini, tortlarni o'rgatishni boshladim. Lekin bu ish ham mashaqqatli edi, chunki menda shunday kasallik paydo bo'ldiki, gazni oldiga kelganimda menda allergiyalar toshishni boshladi va shu tufayli men kuking sohasidan ham voz kechdim. Keyin yana men o'qishga qaytdim va 7 oy Westminsterga tayinlanib, 7 oy ichida Westminsterga kirdim va shundan boshlab ingliz muhitiga kirib bordim va ingliz tilini yoqtirib qoldim. Shundan o'z kasbimni boshladim va 2000 dan ziyod o'quvchilarni successful maqsadiga erishtirdim. Va hozir shuni o'ylab qolaman, 2 yil moliyadan yiqilganim, kukingga kirib qolganim, kasal bo'lganim o'tdi, Westminsterga kirganim, bu sinovlar menga hozirgi kunda 2000 dan ziyod o'quvchilarni muvaffaqiyatli chiqarishimga sabab bo'lgan. Inson shuni tushunish kerakki, katta sinovlar katta maqsadlar eshigini ochadi.